Ko'ramiz bugun ko'ngil xolamizga qaysi qissa tushar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan haqiqiy dunyoga ko'chishlari yaqinlashganini his qilgan kunlarning birida masjidga kelib, ashablari bilan rozi rizolik so'rashni niyat qiladilar. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambar alayhissalom xasta va horg'in edilar. Hatto oyoqlarida turishga madorlari bo'lmaganidan bir sahobaga suyangan holda turardilar. Shu holatda ashablarga xitob qildilar. Ey ashobim, menda kimning haqqi bo'lsa aytsin. Ammo hech kimdan biror sado chiqmadi. Ikkinchi bor yana so'radilar. Birortangizning menda haqqi bo'lsa aytsin. Yana hech kim indamadi. Allohning elchisi uchinchi bor so'radilar. Shunda orqa safda turgan sahobalardan biri o'rnidan turdi. Oyoqqa turgan sahobaning ismi Ukkosha edi. Ukkosha hazratlari. U shunday dedi: "Ey Rasululloh, Hudaybiya jangida siz tuyangizning ustiga minmoqchi bo'ldingiz. Men esa sizga qo'limni uzatdim. Siz tuyaga mindingiz va uni qamchi bilan urmoqchi bo'ldingiz. Shunda qamchi tuyaning emas, mening badanimga tegdi. Bu qul haqqi emasmi?" Allohning rasuli ha dedilar. Ha Ukkosha, bu qul haqqi. Buni eshitib turgan Hazrati Umar roziyallohu anhu chidab tura olmasdan sakrab o'rnidan turib ketdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom nima qilganlarini bilasizmi? Ey Umar, sen aralashma, bu mening hisobimdir dedilar. So'ngra Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu o'rinlaridan turdilarda, ey Ukkosha, qancha mol mulk istasang beraman. Faqat bu ahmoqona fikringdan voz kech dedi. Bunga javoban Allohning rasuli, ey Abu Bakr, bu mening hisobim, siz aralashmang dedilar. Sahobalar o'zlarini arang ushlab turishardi. Rasululloh alayhissalom Hazrati Aliga yuzlanib, o'sha qamchi qizim Fatimada, borib qamchini olib kel dedilar. Hazrati Ali roziyallohu anhudan bu holatni eshitgan Fatima onamiz roziyallohu anha qattiq xafa bo'ldi va Rasululloh alayhissalom qattiq betoblar, orangizda u zotning o'rinlariga yelkasini qamchiga tutadigan hech kim yo'qmi dedi. So'ngra hali yosh bola bo'lgan Hazrati Hasan bilan Hazrati Husaynni yubordi. Sevimli payg'ambarimizning nabiralari bo'lgan Hazrati Hasan hamda Hazrati Husayn masjidga kirishdi va ey Ukkosha, bobomizni urma, kel bizni ur, kel u zotning haqlarini bizdan ol deyishdi. Sahobalar qattiq ta'sirlanishdi. Rasululloh alayhissalom esa, mening o'rnimga siz jazolanishingizga izn bera olmayman, bu mening hisobim dedilar va nabiralarini ortga qaytardilar. Qamchi kelgan ashabi kiromning esa g'azabi ortgan edi. Rahmat payg'ambari qamchini Ukkoshaga bering deb buyurdilar. Shunda Ukkosha, ey Allohning rasuli, yana bir narsa bor dedi. Siz qamchi tushirgan paytingiz mening badanim ochiq edi. Sizning badaningiz yopiq. Bu gaplarni tugatib ulgurmay sahobalar oyoqqa qalqdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom darhol sahobalarni tinchlantirdilar-da, Ukkosha haqli dedilar. So'ngra minbardan tushib, ko'ylaklarni ko'tardilar. Muborak badanlarni ochgan ko'yi Ukkoshaning qamchi tushirishini kutardilar. Hazrati Ukkosha qamchini ko'tardi va Rasululloh alayhissalomning ikki kuraklari orasidagi nubuvat muhrini o'pdi. Keyin esa ko'z yoshlar bilan haqqim sizga halol bo'lsin ey Allohning rasuli, ota-onam sizga fido bo'lsin dedi. Bizning payg'ambarimiz, rahbarimiz mana shunday edilar. Adolat hamma uchun barobar. Men payg'ambarman deyish yo'q. Qamchini qo'lingga ol-da, kimda qanday haqqing bo'lsa ur. Ur, haq o'z o'rnini topsin. Ur, adolat qaror topsin. Agar biror yerda adolat qulaydigan bo'lsa,
bu yerda nizom ham buziladi, axloq ham. Bugun mana shunisi yetadi. Vaqt allamahal bo'ldi. Oramizda uzoq yo'lga ketadiganlar bor.